Shonu shuhratingga kirilma odam. Bir ambulatoriyaga admin qilib qo'yaman. Qayda tayyorlaringlar. Hammanglar zooparkka olib boraman. Dadasi menga olib borasizmi? Ha, mana pombarq kiyimlarni almashtirib chipa chiroyli bo'pchi. Xo'p. Mososiramasdan turinglar. Voy, ku sizga o'xshagan uyatchan ekan-a? Jinni. Voy, tavba, qaynonasini ham jinni deydim. Adasi, qaysi hayvon qidiryapsiz? Hojatxona qidiryapman. Ha. Tishlimi kuyov bola? Tishli. Qidirgan joyingizni topdim. Yo'q, bo'ldi, kerak emas. Zooparkka birinchi kelishimi? Ha, qandashlarni ham eslab turish kerak-da, qayni? Ekan nima qilyapsiz? Ha, oshna sizga o'xshagan gap tushunmaydi ekan. Men sizlarga hozir shunaqangi bir semiz, ishi yoqmas hayvonni tasvirlab beraman. Yotaveradi, uxlayveradi, ish qilmaydi. Qaranglar. Eri ketgandan keyin cho'ntagini kavlab pulni oladigan hayvon. O'zi tili ilonga o'xshaydi. Qaynasiz qochib turing. Bu esa oddiy begemot. Zag'ib aylandiga, sherzor bo'ldi. Dada 2 mingiz bormi? Nimaga? Hojatga borib kelay. Ana befarosatga olib chiq desam, olib chiqmabdi. 200 ming bor ekan. Ha, bering, 5-6 marta so'ramayman, quvuq shomanlaganda. Voy, kim menga valna xolodilligini olib keldi? Menda kuyovingiz. Voy, o'zi uyatchan kuyovimdan aylanay. Voy, Bu xolodillikning nomi Volna. Bu xolodillik o'zimizda O'zbekistonda ishlab chiqarilib, o'zimizning milliy brend hisoblanadi. O'zbekistonning istalgan hududidan topishingiz mumkin. Eng asosiysi hamyonbop. Ishonmasangiz so'rab ko'ring. O'zini brend Volna. Voy, kuyov bola, rahmat xolodilni olib berganingiz uchun. Xuddi bir kuyovingizga bitta narsa bergandek gapirasiz-a? O'zi ash to'y paytida sarpoyga solgan bitta narsangiz bor. Ko'rsataymi? Ha, menga ham tuting. Ha, seni chaching bor-ku. Nozim! Ha, qaynota! Kelinglar. Ha, oxirgi payt siz ham shu ovoryapsiz, qaynota. Testosteron ham sizga qarab, pashol nariroq tur deyapti. Qilgan ishlaringizda ayabdan jag'i qiyshayib qopti. Ay yo'q, yonchini oldirganda narkoz ta'siri. Kelinglar. Kuyov bola xush kelibsiz. Bu meni xizmatdoshim, hindistonlik, mehmon bo'lib ketdi. Namaste. Здравствуйте. Kiyovjicha, latta hai? Ay, kuyov bo'lsa mana shunaqa bo'lsin-da, iftorlikka poli shirinliklarni olib keldim. Mazasini aytmaysizmi? Shirin va qarsildoq. Bolajon ham zo'rna sevganda bu. Hamkorlik qilmoqchi bo'lganlar aloqaga chiqilaveradi. Hindistonga ham berib yuboramiz, uka. Dadasi, iftorga nima ovqat qilay? Kuyov bola siz ayting, iftorlikka nima ovqat qilsin? Mol go'shtidan bitta yaxshi sho'rva tashlasin. Mol go'shti? Mol go'shtini yeyish kerak, quvvat bo'ladi. Molga ham sig'inadi. Ha, bitta qiling, bezin sariblar, mana qil 3 marta qaravermasdan. Yomg'irlar olib ketdi yarimni aytaman kimga dardu zarim. Yo'q, og'iz ochariga 5 minut qoldi, mana ular qilayotgan ishini qaranglar. Kim o'rgatdi bularga TikTokka kirishni? Voy! Yomg'irlar olib ketdi yarimni. Bo'pti, ertaga olib ketaman. Akri uyga yeb qo'ymaydi uydagilarim. Bo'pti, ertaga olib ketaman. Salom ayt. Kimga salom aytdi? Otaginam! Voy, o'lmasa. Assalomu alaykum, otaginam. Ha, atamaska qilma. Assalomu alaykum, onaginam. Onajonim, volidaym muhtaram, tinchmisiz? Qo'l tashab qo'ying. Kuyov bola choyda iching, choyda. Voy, peladan iching, pelaga quyib qo'ydi. To'rimiz kuyovimiz bor-da. Kuyovim ketdi-da, bitta osh qo'yaringlar, qorin mara bordimi? Xudoga shukr. Aziz, qo'shdim. Qalaysiz, jiyan, yaxshimisiz? Zo'r. Necha sinfda o'qiyapsiz? 3. 3. Bolalardan nechta? Hayajonlanmang, bochcha. Choy achchiq bo'pti-da. Ana. Ayol sasiyaptimi, dada? Boring, yuvib keling. Uzr. To'xtang.
Yuvmay, iloji bo'lsa qaynating. Bugun tug'ilgan kunim. Voy, shu uyalchan kuyovimiz rosa polpista. To'g'ri qilib cho'san. Qaynatammi? Sharmanda bo'lding. Kelinglar, assalomu alaykum. I woke up in a new Bugatti. I woke up in a new Bugatti. Tort, parasati yo'q. Tort. Tonnasizda dadasi. Harbiy kiyavani. Voy, o'lmasam sharmanda. Ha, mososramasdan tortishinglar qizinglarga. Trend olyapmiz. Men choy damlab kelay. Voy, sharmanda qilmang, hozir o'zim damlab kelaman. Bola tug'ilgan kuningiz bilan alamali sirni kiyib yurasiz. Tug'ilgan kunlar bilan. Og'ziga so'zga solganingizga xafa bo'lib qoldi shekilli. Dadasi? Onagina tug'ilgan kunimga xush kelibsizlar, abdushi. Assalomu alaykum kiyavani. Dada, siz oyog'ingizni yuvib keling. Agar oldimda o'tirsa, tishingizni ham yuvib keling, boring. Voy, o'ling. Voy, o'zingizcha sifatni bermang, gigiyenaga qarasin deyapman. 30 yil yashadingizmi shu odam bilan? Bitta savol kelyapti-da. Cheezni o'da xomidan yedingizmi, pishgandanmi? Boringizlar, tishingizni yuvib keling. Bunaqa o'yin bo'lsa dunyoni tark eting yigit ketadi, tavba qildim. Nasiga ham olib kelam tug'ilgan kunga. Hali li deganda olib kelmabsizlar. Bunaqalik sasib yotganlarda 20 ta yotibdi aytdi, yuvilmagan. Voy, adasi ishlar bilan bo'lib yuvish esimdan chiqibdi. Qizingiz beparosatlikda birinchi o'rinda turadi. Ishoning, kuyib qo'yganda o'zingiz. Voy, qadam o'rgangansiz mana shu narsani, ha? Ah yorim, aman yorim, sen bil. To'xtanglar. Ana paypal sovg'a qilganinglar miyamga chiqib ketdi. Undan ko'ra valni xolodilligida sovg'a qilmaysizlarmi? Samarqandlik opamiz bitta valni xolodilligini sotib oldi, bitta Damas yutib oldi. Kech qoldikmi endi? Ya qanday kech qolasiz? Bitta Damas, bitta Cobalt, bitta Onyx turibdi va ko'plab sovg'alar turibdi. Bitta valni xolodilligini sotib olsangiz bo'ldi, siz mashina yutib olasiz. Har oyda oxirida o'ynashyapti mashinani. O'zimizning milliy brend hisoblanadi valni xolodilligi. Happy birthday to you. Mana o'zingizni qo'yib yuborsiz, ipingizni yechib yuborsiz, bo'shalib ketdingiz. Hozir buyuza Amerika massasi bilan uraman. Dadasi ertaga dadam yubiley ekan, borib kelaylik. Yo'q, men bormayman. Ertaga seni tashlab kelaman. Shu gapingizni dadamga ayting. Makka ertaga boraman. Juda bir mososragan odam bo'ldingiz-a, dada. Yubiley qilyapman demaysiz, aytmaysiz-a kuyovingizni. Ha, 2 kun avval borib yotib olaman, xavotir olmang. Siypalamasdan bor tezlash. Xo'p. Mana shu arzimas sovg'a sizga. Kimga? Sizga? A kimga? A sizga devosiz. A kim bo'ladi sizga? Dadamga. Uyalchan kuyovimiz bor-da. Otaginam! Assalomu alaykum. O'g'danli otam jeta uryaptimi? Nomimga afermib qo'yaman. Kuyov bola, yubileyimga nima olib keldingiz? Moni olib keldim, moni. Moni, jivachkani olib keldim. Og'zingiz sasiydi-yu. Voy, o'lmasam. Siqilmang dada. Eng asosiysi mehrda. Bunisi olib ketdi-da, siqilib olib, xonalar burchaklarga kirib olib yig'lab o'tirmang. Choydan qo'ying. Kuyov bola, dadangiz bilan o'ynang. Ottagilar yubileylar muborak. Ha, onam o'ynang, qistiring. Qaynatamnikidan qaytarib yuboraman. Hayajonlanmang, pochcha. Hayajonlan bo'ldim, jiyan. Nimadir hidi chiqadi. Boya ering qo'rqqanda nimadir bo'ldi. Bor ko'chaga olib chiqib aylantirib kel. Ol. Ha, to'xtanglar. To'g'risini aytinglar. Mana qanday ishlab o'tiribmiz? Faqat to'g'risini. Kim gaz chiqardi? 60 ga kirib tan olish ham mard ishi. Sizmi dada? Faqat qo'lingni olib tez yur. Chitirtasiz. Uf, bizga kuyovim kelyapti, eshikni yopib olaman, uyda hech kim yo'q deb qaytib ketadi. Nozim! Nozim aka! Mososramasdan poylamash kerak-da, turing o'rningizda, ha? Voy, qizim, kelishingni ham aytib qo'ymaysan. Xuddi qo'y so'yib kutib oladigandek gapirmang. Nozim aka qaytdi. Voy, oyi. Pochcha, dadam ham appendiz bo'lib qoldi. Ko'rmaysizmi? Zo'r. O'laman desa, bu kulaman deydi. Kuyov bola, o'lasadan yeb o'tiring.
Voy qalampir achchiq. Voy qaynoq. Apendis oldingizmi? Ha, damam ketibdi o'zi. Yegansiz tomoshalab kelganini mana shunaqasiga tiqqansiz. Keyin ichakka axlat tiqilib qolganda, keyin ichakga aytgan, "May ammangni yegan ovqatiga" deganda apendisga o'rgan. Ha, mana undan ko'ra Flavis'da yangi chiqqan Amerikadan keltirilgan moviy malina tamligini iching. 7 yoshdan 70 yoshgacha ichyapti. Vaqti zo'r suv chiqqan, ichlaringizni tozalaydi. O'zbekistonning Luboy hududidan topsangiz bo'ladi. Men iching. Ha, o'xshatmang, iching. Kuyov bola, anchadan beri go'sht yemayapmiz. Ichimiz ham shilinib ketdi. Mana shu qo'ydi, so'yib bering. Voy, men qondan qo'rqaman. Qanaqa yer tanlagansan? Voy, kuyov, qo'ying. Ey, kuyov bola qayoqqa olib ketyapsiz? Ha, sizga magazinda go'sht olib beraman, uyga olib ketyapman. Qo'yni joyiga olib borib qo'ying, hamma. Nima qovog'ingizni solyapsiz? Bitta qo'yib bersangiz beribsiz-da kuyovingizga. Kuling, yuzingizni unaq turmang, kuling. Unaqa qilmang. Kuling. Voy, unaqa qilmang kuyov bola. Operatsiya joyi ochilib ketadi. Operatsiya joyi ochilib ketdi. Sizlar skoriy chaqiringlar, men qo'yni uyga tashab kelaman. Yuring adam bilan gaplashing. Uyalama. Nimadan uyalasiz? Yeb qo'ymaydilar, dadilroq bo'ling. Qochayapti. Alika, oldin suv ichib yuboring, keyin kelasiz. Adam desa qattiq qo'lli. Ha, ming'illama. Qo'qqanni qulog'i sinsin. O'zim gaplashaman dadem bilan. Rahim. Oshnasi bordimi? Rahim tog'a. So'ljayib o'tiraverasizmi? Gapiring. Rastavit. Ha, siz ham o'zingizni ko'rsatavermang. Qizimni sevasizmi? Qoshiq olib kel. Nimaga? Tili ketadi hozir buni. Qizinglar qon qo'radi. Soat 2 da ham telefon qiladi. Sizni sevaman, o'lib qolaman, o'zimni o'ldiraman, bir nimalar. Nima deyapsiz? Ha, siz vatentak qilib turing. Nima ish qilasiz? Katta korporatsiya rahbari. Korporatsiya nima degani? Korporativ deyapti. Ani ishchilik qilib o'tiradi-yu, jo'raboshi degandek gap. Hop, kuyov bola. Nima ish qilasiz o'zi? Taksichilik qilaman. Oma kecha yomg'irda shunaqa yondi, soqqani yomon ishladik. Bolalarda огородga o'tkazmanglarda pasha bosadi. Voy, o'l, taksi ekan-ku. Siz Elon Musk qizisiz, ha? Pulis jaraqlab yotibdi, to'g'rimi? O'zingiz issiqdan pombarqit materialda ko'ylak kiyib olgansiz. Har narsani gapiravermang. Ha, siz ham ayezga o'xshamasdan juppa-jup qilib turing. Mana shu mishig'iylar sevaman doma. Niyat qilardim bo'lajak qaynama oldiga kelib yangi chiqqan Honor 400 Lite telefonni qarang asalligini. Sabrissimo. AI kamera tugmasi bilan tez ishga tushirish, yaqinlashtirish va qiyinchiliklarsiz videoga olish imkoniyatiga ega. 108 megapiksel bilan ajoyib suratga olasiz. Uzoq muddatga ishlab beruvchi batareykasi ham mavjud. Qani funksiyalari yoqdimi? Ha? Bo'lajak qaynamga maqtanay dedim, yangi telefonni joni sog' bo'lsin. Yashamaylik ekanda. Men qara, yoshlar baxtli bo'lsin. Bu nonni sindiring. Nonni sindiring, baxtli bo'lsin. Ko'p sindiring. Qani, bismillah, yoshlar baxtli bo'lsin. Ey, otaginam mana masajlar qilib qo'yaman, joningiz sog' bo'lsin. Bosh qo'ying, kallalaringiz bosh qo'ying. Qirs. Voy. Dadasi? Dinnoz yaxshimisan? Charchamas. Ey, men qara, non sindirildi, ha, ama gapdan qaytish bo'lmasa, erkak bitta gapiradi. Qo'ya asultinglar to'ygacha yaxshi o'tib ketadi. Voy, oppoq kiyimlarda uyalchan kuyovim kelyapti. Keling kuyov bola. Yurtib ado bo'lmas, dostonlaring bor. Hayajonlanmang kuyov bola, ro'zingiz ochilib ketmasin. Voy, bezbet kuyovimiz kelyapti. Men choyxonada qo'y. To'ronida porosati yo'q. Ya, assalomu alaykum. Iftorlikka chaqirgan voliday muhtaram, qandaysiz? O'zingizdan spot berib voy deb uyalib. O'zingiz 80-70-yillari mahallani aytgan yoshlardan bo'lgansiz. Hozirchi, ya'ni shirinlikni qichig'ini olib keldim. Hozir sizga bersam, siz opikalaringizga tarqataverasizda, men mashhuraman Xolida deb. Hozir o'zim kirgandan keyin tarqataman, xo'pmi? Davay. Dada ko'rdi, mososiramasdan archani orqasidan chiqing. Ke bola choydan iching. Voy, suv. Ke bola, yaxshimisiz? Voy, dada, siz qayerga ketyapsiz? Voy, Oysha shirinliklari olib kelgan o'zim uyalchan kuyovimdan aynani. Uyalchan kuyovimiz bor-da. Dada porosatan vijjillagan, sizda vijjilla valla qurtga o'xshab ketgan. Mo'lar ro'zador demaysiz-a? Endi o'g'lim, uzr, men ozgina mazam yo'q edi.
O'zi ambulatoriyaga admin bo'ladigan bo'libsiz. Moshillashingizni qarang, yeysiz. 10 minut sabr qiling, hozir kiradi, yeysiz hamma bilan. Endi kuyov bola iftorlikka nima olib keldingiz? Moni olib keldim, moni. Moni oyisha shirinliklarini olib keldim sizga. Va bu oyisha shirinliklari bananli, shokoladli, qulpinayli, shunaqangi qarsildoq ta'mga ega. Bunichi bunday yoshli 5 yoshli bola yesa ham maza qilib, bunday yoshli otaxon yesa ham o'kirib yuboradi, maza qilib yuboradi. Ya stop! Ko'zni achishtirib yubordi, dada, boring oyog'ingizni yuvib keling. Bo'ldi-da kuyov bola. O'yingizdan ketmay hamma oxirgi paytda bezlik bo'lib ketasiz. Indamagan sari chegaradan chiqyapsiz. Chashirib yubordingiz, erkalab ketdingiz, pizingizni da. Boring, oyog'ingizni yuvib keling, davay, bigon bilan zangil bo'ling, davay. Voy dada, yaxshimisiz? Ha, rahmat qizim, ancha yaxshiman. Kuyov siz yaxshimisiz? Shu beparosat kuyovim bor deb baxillarni qattiq yeyishni ham bilmaydi. Qanaro atamaskach qaynatan. Mana jichichin chiqib ketsa ham o'sha deb yotib olasiz-a? Vahima qilmay kuyov bola. Meni ko'rganimni olib keldingiz. Moni olib keldim, moni. Helikopter. Ne veresiz, vertolyotini olib keldim. O'ynab o'tirasiz. Ukol vaqtingiz bo'ldi. Men ukoldan qo'rqaman. Sizga qilmayman-ku. Bo'pti, keling, sizga ham qilib qo'yaman. Kuyov bola, sen naroyoting siqilib qoldik. Juda bir besonaqasiz-da. Moshilanga nima qilyapti? Ukol vaqtingiz bo'ldi. Bo'ldi, men ukol qilib qo'yaman. Yo'q, o'zim qilaman. Yo'q, tuzalsa yaxshi tuzalsin deb kattasini olib kelganman-da. Voy, nima qilyapsiz? Qatirmang, dada, qatirmang. Kuyov bola. Qatirmang. Onasini ham sen boshqa joyga ketib qoldi. Bilsangiz qilmaysizmi, ha? Voy. Kuyov bola, oling, bu narsalardan yeb o'tiring. Ko'chada ovqatlanib kelgandim. Shu yeganingizdan bir kosa olib kelmabsiz-da. Hamma yetib ishlamayaptimi? Agar ha desangiz ko'zingizni yuming. Noto'g'ri qilganda, ko'ldi. Voy, iflos. Trenddagi suvlardan ichib qo'yasizmi? Flavisda yangi chiqqan o'rmon mevali ta'mimi? Vo. İchasizmi? Ha deganingizda berardim. Ammo zo'r suvda 7 yoshdan 70 yoshgacha ichyapti. Ikkinchi ukolingizni oladigan vaqt bo'ldi. Dada, ikkinchi ukolni ham kuyovim qilsin desangiz ko'zingizni yumib oching. Yumib oching. Voy dadasi, qo'y, unaqa qilmang. Yana nimadir qilib qo'ymay, o'zim qilaman. Ko'zingizni yuming agar men qiladigan bo'lsam. Yo'q, men qilaman, hozir aytadi o'zi. Bo'ldi, men qilaman.